Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana o'sha kuni taxlagan joyimizga mana 4 ta qo'chqor tiqdik. Bitta tiqqanligu 5 ta tiqqanligu bittasi shoster ekan. Taxlagan joyimizdan baribir o'qillik teshik topib, sakrab, yo'qdan bu yoqqa chiqib ketaverdi. Xullas, uni boshqaroq qildi, yo bo'lmasa boshqatdan keyingi partiyalarga qo'shamiz. Yo bo'lmasa boshqa ilojini topamiz. Mana to'rtalasi yeb ichishi zo'r. Mana bu yerda suv idishi, suv ichadi. Hozir qorong'u bo'lib qoldi, telefonim ozroq nosoz bo'lib qoldi. Ishlar ko'payib ketdi keyin. Shu video qo'ya olmadim bir haftalardan beri. Mana nasib. Mana bu yoqda yeb ichishyapti bular ham. Faqat ko'rinmayapti. Askiga olib telefonimni ham zaryadkasi kam ekan. Video olayotganda spichkasi yonmadi, miski zaryad deb. Mana xudo xohlasa inshaalloh bizneslarimiz yaxshi, yomon emas, rivojlanishda davom etyapti. Ko'z tegmasin. Sekin-sekin rivojlanaversa, o'zingizga ham yoqaveradi, qiziqaverasiz. Oylikli ishlar yomon demayman. Lekin yashash uchun yetarli bir xil stabil ketaveradi. Lekin bunaqa ishlarga riskovat qilib ko'rsangiz, qancha vaqtingizni tejaysiz. O'sha oylikli ishlarda ishlab yurganlar ham qilsa bo'ladi, davlat ichida ishlab yurganlar. Boshida kam-kam foyda keltirishi mumkin. Xudo xohlasa ko'pdan ko'p qoladi degandek. Ungacha tajribangiz ham oshadi, foydangiz ham oshadi. Bizni kuzatishda davom eting. Kunduzi ertaga video olishga harakat qilamiz. Hammaga sog'lik, omonlik. Allohga omonatsizlar.